Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Ko'pchilik akalarimiz mana qurilish qilyapti, stroyka qilyapti. Musofirda yurishibdi, narx-navolar nechi pul bo'lyapti? Ko'cha tomonimizni nima qilsa ekan deganlar uchun qisqacha foydali video qilib beraman inshaalloh. Mana albatta videoga boshlanishidan bittadan like bosib, kim qayerdan ko'ryapti esdan chiqmasin. Xudo xolasa Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidamiz biz. Behqonchek degan qishloqda. Narx-navolarini hisob-kitob qilib, chotki qilib chiqarib beraman. Общий 50 kvadrat hisoblangan bu uyga. 50 kvadrat. Bilsanglar, bu ishlar oldin 2 ga bo'linasidi. 2 ga bo'lib chiqarasdi. Hozir Sharxonda mashina tayyor mana. O'zlari o'sha 2 ga bo'lmasdan qiynalib bo'lmaydigan qilib tayyor qilib chiqaryapti. Xo'p, tayyor qilib chiqarishyapti. 6,5 santimetrga rovna bir xilda qilib chiqarishyapti. 50 kvadrat joyimizga 2400 ta g'ish ketgan. Hozir hisob-kitob qilishgan. 2400 ta g'ish. Xo'p, 2400 ta g'ish ketgan do'stlar. Sharxondan olib kelgan akamiz o'zi borib, yo'l kirasi bilan 2200 so'mdan tushgan bu ishlar. Mana sementniki ekan, bir qator artsa tozalab bersa chiqib ketar ekan, qaytib chiqmaydigan rang. Hop, hozir hisoblab beraman. Bir примерно 5 million plus minus ketgan g'ishta o'ziga. Mana ko'ryapsizlar, 5 million ketgan g'ishta o'ziga 50 kvadratga. Hozir ustakalarimiz nomerini ham qo'yib ketaman. Qo'rg'ontepa tuman bo'yicha ishni qilaveramiz xudo xolasa. Muomalaga qarab deyapti. Mashturishi 100 mingdan kvadrat urilyapti ekan, 100 ming so'mdan. Endi boshlanar ekan. Figuralar, har xil figura bir narsalar chiqsa, narx ko'tarilaveradi deyapti. Mana ko'ryapsizlar, shoplarni ham chotki qilib qilishgan. 50 kvadrat hisoblanglar. 5 million bo'lami 50 kvadrat ham. 100 ming so'mdan borana 5 million g'ishga ketyapti. 10 million sement, miq, u yoq bu yoq hammasi bo'lib bir общий $1000 ketyapti, bor mana shu yerga, qadrdonlar. $1000. $1000 mana 50 kvadratga g'ish, sement, ichida miq haligi nima deydi, svyazkalari bor. Xullas, hammasi bo'lib $1000 dicha-picha razisa qilib olish mumkin. Endi bu veshniy-da mana. Maslahat qilib, hisob-kitob qilib qildirasizlar jigarlar mana. Ablisovka o'zi kesilmagan, tayyor zavoddan shunaqa 6,5 lik kelyapti hozir. Qiziqsanglar, maslahatlashib, shu Sallohaga nomerini qo'yib qo'yaman, O'zbekiston vaqti bilan telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Ish bo'laveradi mana. Ustalar, professional usta. Necha yil bilmayman, bir 30 yildan beri qiladimi shunaqa ishlarni. Xohlagan turingizda, xohlagan shaklingizga chiroyli qilib chiqarib beraveradi. Videolar manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa boshqacha turdagi passatniklarni ham chiqarib beraman. Farqini ko'rib olsanglar bo'ladi. 50 kvadrat $1000 ga общий hamma yo'q bilan. Yaxshimi yo yaxshi emasmi? Bir qator fikringizni ham yozib qo'yaverasizlar. Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Ko'pchilik akalarimiz mana qurilish qilyapti, stroyka qilyapti. Musofirda yurishibdi, narx-navolar nechi pul bo'lyapti? Ko'cha tomonimizni nima qilsa ekan deganlar uchun qisqacha foydali video qilib beraman inshaalloh. Mana albatta videoga boshlanishidan bittadan like bosib, kim qayerdan ko'ryapti esdan chiqmasin. Xudo xolasa Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidamiz biz. Behqonchek degan qishloqda. Narx-navolarini hisob-kitob qilib, chotki qilib chiqarib beraman. Общий 50 kvadrat hisoblangan bu uyga. 50 kvadrat. Bilsanglar, bu ishlar oldin 2 ga bo'linasidi. 2 ga bo'lib chiqarasdi. Hozir Sharxonda mashina tayyor mana. O'zlari o'sha 2 ga bo'lmasdan qiynalib bo'lmaydigan qilib tayyor qilib chiqaryapti. Xo'p, tayyor qilib chiqarishyapti. 6,5 santimetrga rovna bir xilda qilib chiqarishyapti. 50 kvadrat joyimizga 2400 ta g'ish ketgan. Hozir hisob-kitob qilishgan. 2400 ta g'ish. Xo'p, 2400 ta g'ish ketgan do'stlar. Sharxondan olib kelgan akamiz o'zi borib,
yo'l kirasi bilan 2200 so'mdan tushgan bu ishlar. Mana sementniki ekan, bir qator artsa tozalab bersa chiqib ketar ekan, qaytib chiqmaydigan rang. Hop, hozir hisoblab beraman, bir примерно 5 million plus minus ketgan qishda o'ziga. Mana ko'ryapsizlar, 5 million ketgan qishda o'ziga 50 kvadratga. Hozir ustakalarimiz nomerini ham qo'yib ketaman. Qo'rg'ontepa tumani bo'yicha ishni qilaveramiz xudo xolasa. Muomalaga qarab deyapti. Mashturishi 100 mingdan kvadrat urilyapti ekan, 100 ming so'mdan. Endi boshlanar ekan. Figuralar, har xil figura bir narsalar chiqsa, narx ko'tarilaveradi deyapti. Mana ko'ryapsizlar, shoplarni ham chotki qilib qilishgan. 50 kvadrat hisoblanglar. 5 million bo'lami 50 kvadrat ham. 100 ming so'mdan borana 5 million g'ishga ketyapti. 10 million sement, maq, u yoq bu yoq hammasi bo'lib bir общий $1000 ketyapti bor mana shu yerga, qadrdonlar. $1000. $1000 mana 50 kvadratga g'ish, sement, ichida maq haligi nima deydi, svyazkalari bor. Xullas hammasi bo'lib $1000 dicha-picha razisa qilib olish mumkin. Endi bu veshniyda mana maslahat qilib, hisob-kitob qilib qildiraverasizlar jigarlar mana. Ablisovka o'zi kesilmagan, tayyor zavoddan shunaqa 6,5 lik kelyapti hozir. Qiziqsanglar, maslahatlashib, shu Sallohaga nomerini qo'yib qo'yaman, O'zbekiston vaqti bilan telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Ish bo'laveradi mana. Ustalar, professional usta. Necha yil bilmayman, bir 30 yildan beri qiladimi shunaqa ishlarni. Xohlagan turingizda, xohlagan shaklingizga chiroyli qilib chiqarib beraveradi. Videolar manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa boshqacha turdagi passatniklarni ham chiqarib beraman. Farqini ko'rib olsanglar bo'ladi. 50 kvadrat $1000 ga общий hamma yo'q bilan. Yaxshimi yo yaxshi emasmi? Bir qator fikringizni ham yozib qo'yaverasizlar.